Paxtaoboddan Nasrulloh degan ukam bitta motor olib kelgan, qaranglar, teshib ketib qolgan. Mana. Mashina ham menja eski mashinaga o'xshamayapti-yu. Shu joyda shaton urgan. Endi ozgina magistralga ham ziyon yetgan. Magistral trubasini ham urgan. Tekshirib qilib tayyorlab go'zal holatda qilib beramiz. Endi bu holat nimada bo'ladi? Yoqsizlikda yoki bu holat bo'lishidan oldin signal beradi akalar. Qandaydir boshdan ovozi o'zgarib qoladi, tirillab qoladi, shum chiqib qoladi. Endi peshanaga yozgani bu problema emas. Xudo xolasa go'zal qilib, yog'oqmaydigan qilib tayyorlab beramiz. Ukajonim, bu istoriyani ko'rayotgan bo'lsangiz, ishingiz xudo xolasa boshlanadi, chiroyli qilib zo'r qilib beramiz. Biz qilgan joydan muammo bo'lsa, mashinani jo'natib yuborasiz.